Blefaroplastika operatsiyasini qildirmoqchi bo'lgan bemorlar tomonidan beriladigan to'p 3 ta savolga javob berib o'tsangiz. Birinchisi, operatsiya qildirgandan keyin necha kunda butunlay tuzalib ketadi deyilgan. Chandiqlari ham qolmaydi deyilgan. 1 oy ichida bilinar-bilinmas iz qoladi. 1 oydan keyin ayollar bo'yana oladi, spokойно. 6 oy ichida, 1 yil ichida iz qolmaydi. Operatsiyani o'zi qancha vaqt davom etadi deyilgan. Blefaroplastika operatsiyasi bitta yuqori qovoq bo'ladigan bo'lsa, yuqori qovoqlar, o'ng chap qovoqlar o'rtacha 40 minut, 50 minut, 1 soatga bormaydi. Uchinchi savol, operatsiyadan keyin natijasi qancha vaqt saqlanib qoladi deyilgan. Bu hammada har xil. Birovda natija 3 yil turadi, birovda natija 10 yil turadi. Bu genetik xususiyatga bog'liq. Lekin ba'zi holatda bo'ladi, 5 yil o'tgan bo'ladi, natija zo'r turadi. Baribir 5 yil o'tdi-ku, boshqalardan o'zi xohlab qildiradi bemorlar. Bu tomonlari ham bor.